Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. Avgust oyida pensiya jamg'armasidan keladigan yoqimli yangilik kimlarga tegishli? Kimlar pul olishi mumkin? Kimlar esa kutib o'tirmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga taalluqli. Chunki pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki qo'shimcha to'lov masalasi faqat pensionerning o'ziga emas, uning farzandlariga, turmush o'rtog'iga, nabiralariga ham bevosita ta'sir qiladi. Men sizga hammasini oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Avgust oyida kimlar hisobiga qo'shimcha mablag' tushishi mumkin? Kimlar hujjatini tekshirish kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xato qilinadigan joylar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni ham aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini, huquqini va asabini saqlab qoladi. Avvalgi yillarda pensiya va nafaqalar bo'yicha ko'p masalalar odamlarga kech yetib borardi. Kimdir pensiyasi oshganini bilmasdi. Kimdir qayta hisob-kitob qilish huquqiga ega ekanini tushunmasdi. Yana kimdir hujjatlardagi bitta xato sababli bir necha oy davomida kamroq pul olib yurardi. Eng ko'p uchraydigan holat shunday. Odam menga davlat o'zi hisoblab beradi, men hech narsa qilmasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Ha, ayrim to'lovlar avtomatik tarzda qayta hisoblanadi, lekin hammasi emas. Ba'zi holatlarda insonning o'zi murojaat qilmasa, ariza bermasa yoki ma'lumotni aniqlashtirmasa, pul vaqtida kelmaydi. Hozir esa pensiya jamg'armasi tizimida ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Ish staji, ish haqi, nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik holati, yoshga doir pensiya, ijtimoiy nafaqa, bola parvarishi yoki kam ta'minlangan oilalarga beriladigan ayrim to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar turli idoralar bazalari bilan solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni shundaki, odam har safar qog'oz ko'tarib yurmasligi mumkin. Lekin boshqa tomoni ham bor. Bazada xato bo'lsa, eski ma'lumot turgan bo'lsa, ish joyi davri kiritilmagan bo'lsa yoki bank kartasi ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, pul kechikishi, noto'g'ri hisoblanishi yoki umuman tushmay turishi mumkin. Avgust oyidagi yoqimli servis deganda men eng avvalo 3 ta holatni nazarda tutaman. Birinchisi, ayrim pensiya va nafaqalar qayta ko'rib chiqilishi yoki indeksatsiya qilingan miqdorlar asosida to'lanishi mumkin. Ikkinchisi, oldingi davr uchun hisoblangan farq, ya'ni qo'shimcha to'lov bir yo'la tushishi mumkin. Uchinchisi, hujjatlar to'g'rilangan, staji tasdiqlangan yoki arizasi ko'rib chiqilgan fuqarolarga avgustda kutilgandan ko'proq mablag' kelishi mumkin. Shuning uchun men bu summa har bir kishiga keladi deganda bitta narsani alohida ta'kidlayman. Har bir odam o'z holatini tekshirtirishi kerak, chunki pul olish imkoniyati ko'pchilikda bor. Lekin hamma ham avtomatik ravishda bir xil summa olmaydi. Avval ko'p odam pensiya masalasini faqat pensiyaga chiqish paytida o'ylardi. Masalan, erkak kishi 6 yoshga yaqinlashganda yoki ayol kishi 25 yoshga yaqinlashganda endi hujjat yig'sam bo'ladi derdi. Lekin pensiya miqdori bir kunda paydo bo'ladigan raqam emas. U odamning butun mehnat faoliyatiga, stajiga, rasmiy ish haqi bo'lgan bo'lmaganiga, ish joylari arxivda saqlangan saqlanmaganiga, imtiyozli davrlari tan olinishi yoki olinmasligiga bog'liq. Hozir esa odam pensiya yoshiga yetmasdan turib ham o'z staji va ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yish kerak. Chunki pensiya jamg'armasining elektron tizimida sizning rasmiy ishlagan yillaringiz, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlaringiz, mehnat daftarchasidagi yozuvlaringiz bir-biriga mos bo'lishi muhim. Agar 1905 yildan 2000 yilgacha ishlagan joyingiz yopilib ketgan bo'lsa, arxiv hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Agar mehnat daftarchasida muhr noaniq bo'lsa, bu ham savol tug'dirishi mumkin. Agar ish haqi haqida ma'lumot topilmasa, pensiya hisobida kamroq raqam chiqishi mumkin. Yana bir muhim o'zgarish. Ko'p to'lovlar bank kartalari orqali amalga oshirilmoqda. Bu qulay. Lekin kartaning amal qilish muddati tugagan bo'lsa, bank rekviziti o'zgargan bo'lsa yoki karta bloklangan bo'lsa, odam pensiya kelmadi deb o'ylaydi. Aslida esa masala pensiya jamg'armasida emas, bank ma'lumotida bo'lishi mumkin. Shuning uchun avgust oyida to'lov kutayotgan har bir kishi kartasini, SMS xabarlarini, bank ilovasini va pensiya jamg'armasidagi shaxsiy ma'lumotlarni tekshirish kerak. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiya va nafaqa miqdori hamma uchun bir xil emas. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi.
kimdir esa ijtimoiy nafaqa oladi. Bularning har birida hisoblash tartibi boshqa. Shuning uchun qo'shningizga 300 ming so'm qo'shimcha tushsa, sizga ham aynan shuncha tushadi degani emas. Sizga 40 ming so'm tushishi mumkin, boshqa odamga 500 ming so'm tushishi mumkin. Yana bir odamga umuman qo'shimcha bo'lmasligi mumkin. Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan 62 yoshli fuqaro 30 yil rasmiy ishlagan. Lekin pensiyaga chiqqan paytda uning 5 yillik staji arxivdan tasdiqlanmagan. Shu sababli pensiyasi 2 million 700 ming so'm atrofida tayinlangan. Keyinroq u eski korxonasining arxiv ma'lumotlarini topdi. Pensiya jamg'armasiga ariza berdi. 5 yil staj tasdiqlandi. Natijada pensiyasi qayta hisoblandi. Agar qayta hisoblash natijasida oylik pensiya 2 million 700 ming so'mdan 2 million 300 ming so'mga oshsa, farq 2 ming so'm bo'ladi. Agar bu farq bir necha oy oldindan hisoblab berilsa, avgust oyida odam kartasiga odatdagidan ko'proq summa tushishi mumkin. Odam buni syurpriz deb qabul qiladi. Lekin aslida bu uning qonuniy haqqi. Ikkinchi misol. Bir ayol 26 yoshda pensiyaga chiqqan, lekin farzand parvarishi davrlari to'liq inobatga olinmagan. Ko'p ayollar bilmaydi. Ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin, lekin buning uchun tegishli hujjatlar, tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi va boshqa tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Agar ayolning umumiy staji oshsa, pensiya miqdori ham qayta ko'rilishi mumkin. Bu yerda ham gap shunchaki davlat sovg'a qildi degan ma'noda emas. Gap inson ilgari hisobga olinmagan huquqini tiklab olish haqida ketmoqda. Uchinchi misol. Boquvchisini yo'qotgan oila bor. Ota vafot etgan, onasi 2 farzand bilan qolgan. Bolalardan biri 12 yoshga to'lgan. Lekin kunduzgi ta'limda o'qiyapti. Ko'p oilalar shu joyda xato qiladi. 22 yoshga to'ldi, endi to'lov tugadi deb o'ylaydi. Ayrim holatlarda. Agar bola kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa va belgilangan yosh chegarasigacha bo'lsa, to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qoladi. Keyin hujjat berilgach, qayta tiklanishi yoki tegishli davr bo'yicha hisob-kitob qilinishi mumkin. Avgust oyida o'qishga qabul, kursdan kursga o'tish, ta'lim ma'lumotlari yangilanishi sababli bunday oilalar ayniqsa hushyor bo'lishi kerak. 4-misol. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladigan fuqaroning tibbiy xulosasi muddati tugagan bo'lishi mumkin. Agar tibbiy ko'rik kechiksa, to'lov ham to'xtab turishi mumkin. Keyin nogironlik guruhi tasdiqlansa, odam yana to'lov oladi. Lekin bu jarayonda sana juda muhim. Qachon murojaat qilindi, qachon xulosalar berildi, guruh qaysi kundan belgilandi. Bularning hammasi hisob-kitobga ta'sir qiladi. Shuning uchun men doim aytaman, tibbiy hujjatlar muddati tugashini kutib o'tirmang. Oldindan harakat qiling. Eng avvalo, pensiyasi odatdagidan kam tushgan yoki umuman tushmagan odamlar xavotir olish kerak. Lekin vahima qilish emas, tekshirish kerak. Pul tushmadi degani darhol bekor qilindi degani emas. Ba'zan bank kartasi bilan muammo bo'ladi. Ba'zan to'lov jadvali o'zgaradi. Ba'zan hujjat yangilanishi talab etiladi. Birinchi qadam har doim aniqlash bo'lishi kerak. Ikkinchi guruh yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Agar siz so'nggi 6 oy ichida pensiya tayinlatgan bo'lsangiz, albatta hisob-kitobingizni ko'rib chiqing. Sizga qaysi staj kiritilgan, qaysi davrlar hisob olinmagan, o'rtacha ish haqi qanday olingan, hujjat yetishmovchiligi bormi? Bularni bilib qo'ying. Chunki pensiya tayinlangandan keyin ham ayrim hujjatlar topilsa, qayta hisoblash imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. 3-guruh eski korxonalarda ishlaganlar, zavod, kolxoz, sovxoz qurilish tashkiloti, xususiylashtirilgan korxona, tugatilgan ferma, arxivga topshirilgan idora kabi joylarda ishlagan odamlar hujjat masalasiga jiddiy qarashi kerak. Mehnat daftarchasidagi bitta yozuv yetarli bo'lmasligi mumkin. Ishga qabul qilingan buyruq, ishdan bo'shagan buyruq, ish haqi vedomosti, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. 4-guruh pensiya oluvchining farzandlari. Men bu gapni alohida aytaman, chunki ko'p ota-onalar hujjat, karta, ariza, elektron tizim bilan ishlashda qiynaladi. Farzandlar dadam oladi, o'yin biladi deb chetda turmasligi kerak. Pensionerning kartasi ishlayaptimi? Telefon raqami o'z nomidami? Bank xabarlari kelyaptimi? Pensiya jamg'armasidan xabar bormi? Shularni tekshirib bering. Ba'zan 10 daqiqalik yordam bilan bir necha oylik muammo hal bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz har oy barqaror tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, karta ishlayotgan bo'lsa,
Yaqinda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir hisob kitobni bilish foydali. Chunki odam o'z pensiyasi nimadan tashkil topganini bilmasa, keyin savol tug'ilganda javob topolmaydi. Agar siz allaqachon qayta hisob kitob qildirgan bo'lsangiz va pensiya jamg'armasi yozma yoki elektron javob bergan bo'lsa, shu javobni saqlab qo'ying. Menga telefon orqali aytishdi degan gap keyin isbot bo'la olmaydi. Yozma javob, ariza raqami, murojaat sanasi, qabul qilingan hujjatlar ro'yxati bo'lsa, o'zingizni himoya qilish osonlashadi. Eng katta xato. Odamlar ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan har qanday xabarni o'ziga tegishli deb o'ylaydi. Masalan, avgustda hammaga pul tushadi degan gap tarqaladi. Lekin hamma deganda kim nazarda tutilgan? Pensionerlarmi, nafaqa oluvchilarmi? Kam ta'minlangan oilalarmi, nogironligi bo'lgan fuqarolarmi, bolalar nafaqasi oluvchilarmi? To'lov turi aniqlanmasa, odam noto'g'ri umid qiladi. Men mutaxassis sifatida shuni aytaman. Har bir xabarda to'lov turi asos, kimlarga berilishi va qaysi sanadan boshlab amal qilishi aniqlashtirilishi kerak. Ikkinchi xato, pensiya oshsa, darhol hamma odam bir xil foiz yoki bir xil summa oladi deb o'ylash. Amalda pensiya miqdori bazaviy ko'rsatkichlar. Staj ish haqi, pensiya turi, ustamalar va boshqa omillarga bog'liq. Masalan, ikki odam bir kunda pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin biri 25 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi 38 yil ishlagan. Biri yuqori maosh olgan, boshqasi minimal rasmiy maosh bilan yurgan. Natija albatta farq qiladi. Uchinchi nozik jihat, staj bor, lekin rasmiy tasdiq yo'q. Odam men shu korxonada ishlaganman, hamma biladi deydi. Lekin pensiya hisobida hamma biladi degan tushuncha ishlamaydi. Hujjat kerak. Guvohlar ko'rsatmasi ayrim holatlarda yordam berishi mumkin, lekin har doim emas va bu ham alohida tartibga ega. Shuning uchun mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, buyruqlar nusxasi, ish haqi ma'lumotlari juda muhim. 4-nozik jihat, norasmiy ishlagan yillar. Ko'pchilik men 20 yil ishladim deydi. Lekin shundan 10 yili norasmiy bo'lgan. Afsuski, norasmiy ishlagan davr pensiya hisobiga to'liq kirish qiyin. Chunki soliq, ijtimoiy to'lov, mehnat shartnomasi, ishga qabul buyrug'i bo'lmagan. Bu ayniqsa yoshlar uchun dars bo'lishi kerak. Bugun konvertda maosh olish qulay ko'rinishi mumkin, lekin ertaga pensiya hisobida bu katta yo'qotish bo'ladi. 5-nozik jihat, ortiqcha to'lov ham bo'lishi mumkin. Ba'zan odamga xatolik bilan ko'proq pul tushadi. Odam bu menga sovg'a deb o'ylab ishlatib yuboradi. Keyin esa ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun odatdagidan ancha ko'p pul tushsa, ayniqsa sababi noma'lum bo'lsa, darhol aniqlashtiring. Agar bu qayta hisob kitob bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar xato bo'lsa, keyin qarzdor bo'lib qolmaysiz. 6-nozik jihat, boshqa hududga ko'chish. Pensioner yashash joyini o'zgartirgan bo'lsa, ro'yxatdan o'tish, bank filiali, to'lov manzili, tibbiy hujjatlar, ijtimoiy xizmatlar bilan bog'liq ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Masalan, odam Farg'onadan Toshkentga ko'chdi, lekin hujjatlari eski manzilda qoldi. To'lov davom etishi mumkin. Lekin ayrim xizmatlarda muammo chiqadi. Shuning uchun ko'chdan keyin ma'lumotlarni yangilash shart. 7-nozik jihat, vafot etgan pensionerning puli. Bu juda nozik va ko'p oilalarda tushunmovchilik keltiradigan masala. Agar pensioner vafot etsa, uning oila a'zolari ayrim to'lanmay qolgan summalarni olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin buning tartibi, muddati va hujjatlari bor. O'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, ariza va boshqa ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Bu yerda o'zboshimchalik bilan kartadan pul yechish, ayniqsa huquqiy asos bo'lmasa, keyin muammo keltirishi mumkin. To'g'ri yo'l bilan murojaat qilish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingiz oladigan to'lov turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami yoki boshqa to'lovmi? Buni aniq bilmasangiz, pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki rasmiy elektron xizmatlardan so'rashingiz kerak. To'lov turi aniqlanmasa, savolga to'g'ri javob topilmaydi. Ikkinchi qadam, oxirgi 3 oylik tushumlarni tekshiring. Kartangizga qaysi sanada qancha pul tushganini yozib chiqing. Masalan, iyunda 2.750.000 so'm, iyulda 2.750.000 so'm, avgustda 2.420.000 so'm tushdi. Farq 300.000 so'm. Endi savol, bu indeksatsiyami, qayta hisob kitobmi, qarzdorlik yopildimi yoki boshqa to'lovmi?
Buni aniqlash uchun bank ilovasidagi izoh, SMS xabar va pensiya jamg'armasi ma'lumotini solishtirish kerak. 3-qadam, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotnomalari. Ish haqi haqida hujjatlar, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa. Boquvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni birdan topshirish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin qo'lingizda tayyor tursa vaqt yutasiz. 4-qadam. Arizani og'zaki emas, rasmiy tarzda bering. Menga bir qarab bering deb borish ba'zan yetarli bo'lmaydi. Siz pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Staj davrini hisobga olishingizni so'rayman. To'lov nega kamayganini tushuntirib berishingizni so'rayman. Avgust oyida tushgan qo'shimcha summaning asosini ma'lum qilishingizni so'rayman deb aniq yozishingiz kerak. Arizada FIH, JSHIR, manzil, telefon raqami, murojaat mazmuni ilova qilingan hujjatlar ro'yxati bo'lsin. 5-qadam, ariza raqamini oling. Bu juda muhim. Siz murojaat qilganingizdan keyin murojaat ro'yxatga olingan raqam yoki tasdiq bo'lishi kerak. Keyin men murojaat qilgandim deb emas, mana shu raqam bilan murojaat qilganman deb gaplashasiz. Bu sizning huquqingizni himoya qiladi. 6-qadam, javobni saqlang. Agar sizga hammasi to'g'ri deyishsa, nima asosda to'g'ri ekanini tushuntirishlarini so'rang. Agar hujjat yetishmaydi deyishsa, aynan qaysi hujjat yetishmayotganini yozma yoki aniq ro'yxat qilib oling. Boring. Arxivdan bir narsa olib keling degan javob yetarli emas. Qaysi davr, qaysi korxona, qaysi hujjat kerakligi aniq bo'lishi kerak. 7-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Telefon raqamingiz bank tizimida to'g'rimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bank ilovasi tushum ko'rinyaptimi? Ba'zan pul pensiya jamg'armasi tomonidan yuborilgan bo'ladi. Lekin bank bilan bog'liq texnik muammo sababli odam uni ko'rmaydi. 8-qadam, ota-onangizga yordam bering. Agar sizning ota-onangiz yoki buyingiz, bobongiz pensiya olsa, ularga o'zingiz boring deb qo'ymang. Birga boring. Hujjatlarni tartiblang, telefoniga kelgan xabarlarni tekshiring. Kerak bo'lsa ariza matnini yozib bering. Ko'p pensionerlar huquqini bilmagani uchun emas, tizim bilan ishlash qiyin bo'lgani uchun pulini vaqtida ola olmaydi. 9-qadam. Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarga ishonishdan oldin rasmiy manbani tekshiring. Pensiya jamg'armasining rasmiy sahifalari, davlat xizmatlari portallari, hududiy bo'limlar, ishonch telefonlari orqali aniqlashtiring. Men sizga maslahat beraman. Falon odam aytdi degan gap bilan qaror qilmang. Pensiya masalasida har bir raqam hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. 10-qadam, muddatlarni o'tkazib yubormang. Ba'zi to'lovlar bo'yicha murojaat sanasi juda muhim. Siz bugun murojaat qilsangiz, hisob bugundan yurishi mumkin. Bir oy keyin murojaat qilsangiz, bir oy yo'qotishingiz mumkin. Shuning uchun avgustda ko'ramiz. Keyingi oy boraman. Vaqt bo'lsa tekshirtiraman deb cho'zmaslik kerak. Keling yana bir nechta real hayotga yaqin vaziyatni ko'rib chiqamiz. Masalan, bir pensioner har oy 1 million 800 ming so'm olardi. Avgustda unga 2 million 20 ming so'm tushdi. U xursand bo'ldi, lekin sababini bilmaydi. Agar bu umumiy qayta hisoblash natijasi bo'lsa, keyingi oylarda ham pensiyasi oshgan miqdorda kelishi mumkin. Agar bu bir martalik farq bo'lsa, keyingi oy yana 1 million 800 ming yoki yangi asosiy miqdor kelishi mumkin. Shuning uchun odam bir martalik tushumni doimiy oshish deb o'ylab, darhol xarajat rejasini o'zgartirmasligi kerak. Yana bir vaziyat. Bir ayolga pensiya 200 ming so'mga kam tushdi. U darhol pensiyamni kesishdi deb xavotirlandi. Tekshirsa, bank kredit bo'yicha avtomatik yechim qilgan yoki ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bo'lgan bo'lishi mumkin. Pensiya hisoblangan summa boshqa, qo'lga tushgan summa boshqa bo'lishi mumkin. Bu farqni tushunish kerak. Shuning uchun bankdan ham, pensiya jamg'armasidan ham alohida ma'lumot olish foydali. Yana bir vaziyat, fuqaro pensiyaga chiqqan, lekin uning 1990-yillardagi ish haqi ma'lumoti topilmagan. Pensiya minimalroq hisoblangan. Keyin arxivdan ish haqi haqida ma'lumot topildi. Agar bu ma'lumot pensiya hisobiga ta'sir qilsa, pensiya oshishi mumkin. Bu yerda odamning tirishqoqligi natija beradi. Topilmaydi deb to'xtab qolmaslik kerak. Ba'zan arxiv boshqa tumanda, viloyat arxivida yoki korxona hujjatlarini qabul qilgan tashkilotda bo'ladi. Yana bir muhim vaziyat.
Nogironligi bo'lgan fuqaro qayta tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak edi, lekin kechikdi. To'lov vaqtincha to'xtadi. Keyin hujjat tiklandi. Bunday holatda odam qaysi sanadan boshlab to'lov tiklanishini aniq bilishi kerak. Chunki tibbiy xulosa sanasi, murojaat sanasi va qaror sanasi bir-biridan farq qilishi mumkin. Har bir sana pulga ta'sir qiladi. Men alohida ta'kidlayman. Avgust oyidagi yoqimli yangilikdan foydalanish uchun eng katta shart bu o'z ma'lumotingizni tekshirishdir. Davlat tizimlari rivojlanmoqda, elektron almashinuv kuchaymoqda. Lekin insonning o'zi befarq bo'lsa, hatto uzoq vaqt bilinmay qolishi mumkin. Siz bir marta tekshirtirib qo'ysangiz, keyingi oylar uchun ham xotirjam bo'lasiz. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, avgust oyida pensiya jamg'armasidan odatdagidan ko'proq pul tushishi mumkin. Lekin bu hamma uchun bir xil miqdor degani emas. Kimdadir pensiya qayta hisoblanadi, kimdadir oldingi oylar farqi to'lanadi. Kimdadir hujjat to'g'rilangani uchun summa oshadi, kimdadir esa hech qanday o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Eng muhim ish bu tekshirish, hujjatni tartibga solish va rasmiy murojaat qilish. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq kartangizdagi tushumlarni tekshiring. Ota-onangizning pensiya holatini ko'rib bering. Hujjatlarni tartiblang. Shubha bo'lsa pensiya jamg'armasiga aniq ariza bilan murojaat qiling. Pul masalasida taxmin bilan yurish kerak emas, har bir so'mning asosi bo'lishi kerak. Sizda avgust oyida pensiya yoki nafaqa bo'yicha o'zgarish bo'ldimi? Kartangizga odatdagidan ko'proq yoki kamroq pul tushdimi? Izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini yo'qotmaydi.